Agar 10 yilgacha yosh peti yosh turay desangiz, bu 9 odatni bilib oling. Birinchi, ertaga va kechda 2 stakan qaynoq suv ichish. Ayollarning qildig'ini ertaga va kechda oz deganda 1 stakan qaynoq suv ichib berish, ertaganda 1 stakan ichsa 3 oyni siliqlab, yo'qotgan suv tarkibini to'liqlig'ili bo'ladi. Kechda 1 stakan ichganda bir kecha jarayonidagi suv kamlik sababidan qonning yepishqoq bo'lib qolishining oldini olg'ili bo'ladi. Qon bak yepishqoq bo'lsa, menga oksigen yetishmaydi. Qora pigment cho'kma hosil qilib, qarish tezlashib ketadi. Shunga ertagan kechda suv ichib berishni sal chaqlamang. Ikkinchi, 1 stakan qatiq. Kalsiy to'liqlash nuqtasidan elib aytganda, ayollar eng oson kalsiy kam bo'lib qoladigan bir to'p. Sutning kalsiy to'liqlash unumi har qanday bir yemeklikdan yaxshi. Bo'libmi, qatiq osonla hazm bo'ladi. Shunga ayollar kunda 1 stakan qatiq ichishni unutib qolmasligi kerak. Uchinchi, 1 stakan ochiq suv. Her kuni 3 vaqt tamoqqa ochiq suv ishlatib berganda qon tomirlarining qaytib olishining oldini olg'ili bo'ladiganligi umumlashgan bir savat. Agar siz turayotgan joyning suvi qattiq bo'lsa, har kuni 100 yo'g'on suvga ozroq ochiq suv qo'shib etsangiz, o'zini go'zallashtirish unimiga yetalaysiz. 4. 1 botulka mineral suv. Cho'qim ismi jismiga loyiq mineral suv. Uning tarkibida teri ehtiyojli mikroelement va mineral moddalar bor. Yuzni yuvib bo'lgandan keyin o'ngdisiga yetib, mineral suvga bir parcha yumshoq latini chilab, ondan yuzga chaplab sal qurgandan keyin qayta takrorlansa, yuzga bir qatimliq mikroelementlarni to'liqlagan bilan barobar. 5. Bir tal pomidor yoki olma. Meva va ko'ktatlar ichida pomidordagi vitamin C moddasi eng yuqori. Shunga kunda bir tal pomidor yoki bir tal olma yeyishga kafolatlik qilish kerak. Shunday bo'lganda bir kunda ehtiyojli vitamin C to'liqlanadi. 6. Bir xalta choy yupurmaqi. Ayollar cho'qim choy ichishi kerak. Agar kesilingiz bo'lmasa, yeshil choy bilan volum choyi eng yaxshi. Bo'libmi, uruqlashni xohlaydigan ayollar, choy eng tabiiy, eng unumli uruqlash dorisi. Choy yupurmaqidan mubakrak ushaydagi mayni seriydigan narsa bo'lmasi kerak. 7. Oddiy yuz chapliqi. Kunda uxlashdan avval oddiy yuz chapliqi qiling. Uning roli teriga cho'kib qolgan maynat narsalarni chiqarib o'taydi. Shundaqla terini chingitadi. Ondan teri asrash buyumlaridan surib oling. Bunday bo'lganda kechda teringizni eng ilmiy holda asliga keltira olasiz. 8. Yaxshi uyqu. Uyqu ayollarga nisbatan bak muhim. Ayollarning uyqu vaqti bak kechikib ketmasligi kerak. Bo'libmi, kech soat 11 dan keyin qolmasligi kerak. Chunki kech soat 10 dan ikkinchi kuni sahar soat 5 gacha terining asliga kelish vaqti eng uzun bo'ladigan vaqt. Shundaqla uxlayotgan vaqtda teri eng unumli asliga keladi. Agar uxlagan vaqtingiz yarim kechadan eshib ketgan bo'lsa, ondan ertasi yana kechikib turgan bo'lsangiz, teringizning eng yaxshi asliga kelish vaqtini qo'ldan bergan bo'lasiz. 9. Har kuni putni chilashni unutib qolmang. Her kuni ataganda 20 minut atrofida yoki kechlari 1 soat atrofida putni chilab bersa yaxshi. 40 gradusdan yuqori issiq suvga bir necha